Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Mana bu yerda savollar beribdilar. Bir qancha savollarni bir qilib yozibdilar. Munkarni qo'l bilan qaytarish kayfiyati qanaqa bo'ladi? Bu birinchi savol ekan. Bitta savollarga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman." Kim sizlardan bir munkarni ko'rsa qo'li bilan o'zgartirsin dedilar. Mana bizning insonlarda shu qo'li bilan qaytarsin deb tushunib qolishgan, bu noto'g'ri tushuncha. Munkarni qo'li bilan o'zgartirsin, shunchaki qaytarib qo'ymaydi, o'zgartiradi, munkarni yo'qotadi. Munkarni yo'q qiladi. Qo'li bilan. Chunki shu o'zgartirishga yaxshi bir imkoniyat bo'ladi. Buning bir dalilini, misolini zikr qilaylik, qo'l bilan o'zgartirish qanaqa bo'lishligini. Marvon ibn al-Hakam degan bir amir bo'ladi. Shu amir hayit kuni xutbani o'zgartiradi. Ma'lumki, hayit kunida Rasulullohning sunnatlari birinchi hayit o'qiladi-da, keyin imom xutbaga chiqib xutba qiladi. Lekin bu Marvon ibn al-Hakam degan bu amir o'zgartiradi, birinchi xutba qilaman, keyin hayitni o'qiymiz deydi. Chunki odamlar ketib qolyapti bo'lmasam deydi. Xutbaga o'tirmasdan odamlar ketib qolyapti. Shunaqa da'vo bilan o'zgartirmoqchi bo'ladi. Sunnatni o'zgartiryapti bu hali. Amir bu yana, boshliq ya'ni. Shunda hayit kunida kelib hayitni o'qimasdan oldin xutbaga chiqib ketayotgan paytda sahobalardan biri o'rnidan turib, haligi amirni orqasidan yaktagidan, ko'ylagidan ushlab orqaga qaratib tortadi. Amir hozir bu, boshliq bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunaqa qilmagan deydi. Mana bu munkarni qo'l va til bilan o'zgartirish deyiladi. Amir ekansiz, sizga endi qo'yaveraylik, bo'laveradi sizga demaydi. Qo'li bilan kiyimidan tortib tushiradi orqaga. Unaqa qilish mumkin emas deydi. Ana shunaqangi munkarni qo'li bilan o'zgartiradigan zotlar borligi uchun o'sha zamonlar saodat asri deyilardi. Hozirgi kundagi odamlar esa tili bilan ham o'zgartira olmaganligi uchun hozir qabohat asri deyiladi. Yana bir misol qo'l bilan o'zgartirishlikka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning birida qo'lida tilla uzuk taqib olganini ko'radilar. Erkak kishi. Shunda aytadilarki, "Ya'mad ahadukum ila jamratin min jumarin nari fayaj'aluha fi yadihi, thumma akhadhaha faramahu. Rivoyatda keldiki, Rasululloh sahobalarning birini qo'lida shunaqangi tilla uzuk ko'rganlarida qo'lidan sug'urib olib, birlarining jahannamni bir o'tini, cho'g'ini qo'liga qo'yib oladi deb, ya'ni tilla erkakga taqish mumkin emas. Jahannamni o'ti deb nomlayaptilar shuni. Deb qo'lidan sug'urib haligi tillani otib yordilar. Ana bu qo'l bilan o'zgartirish deyiladi. Ha, endi shu taqib qo'yib tikan bo'ldi degani yo'q. Yoki ha, endi shu tillani otib yoradimi degani yo'q. Otib yordi. Allohning amriga teskari kelganda bir tiyinlik qiymati yo'q hech narsani, otib yoriladi. Tilla bo'lsa ham. Toki odamlar ko'rib qo'ysin, Allohning amrining qiymati qanaqa, bunaqangi dunyo matohining qiymati qanaqa. Otib yorganlar, ha endi shuni olib xotiningga uzuk qilib ber masalan, yoki sotib pulidan foydalan degan gaplar emas, yo'q qilish kerak shuni, otib yorganlar. Keyin Rasululloh ketgandan keyin qolgan sahobalar aytishadiki, bu sahobiyga qarab, "Olma uzukni endi bir sotib foydalanib ol" deganda, ana bu ham sahobiyning ham bir oriyati, himmatini qaraylikki, men Rasululloh qo'li bilan otib olgan narsani qo'lim bilan ushlamayman deydi. Har Rasululloh bunda shuni istadi, buni istadi degan bahonalarni qilib o'ziga yo'l topib olib, ana buni bo'laveradi, olib foydalansam degan gaplarni qilmagan. Ana shu munkarni qo'l bilan o'zgartirish deyiladi. Hattoki er-xotin masalalarida ham munkarni qo'l bilan o'zgartirishlik hech qanday muammo emas. Savol shu haqida kelyapti ekan. Ya'ni erni munkardan qaytarsa, bu gap qaytarish bo'ladimi debdi. Qo'l bilan o'zgartirish munkarda bu bor sunnatda. Ayol ham, erkak ham bir-birini, ya'ni munkarda ko'rsa qo'l bilan o'zgartirishligi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Rahimallohu mri'an." Alloh bir erkakni rahim qilsin, kechasi turib ayolini namozga uyg'otsa, uyg'onmasa ustidan suv quysa deydilar. Mana bu qo'l bilan o'zgartirish deyiladi.
Va xuddi shunday Alloh rahm qilsin, bir ayolni ham kechasi erini namozga uyg'otsa, turmasa suv sepsa deydilar. Mana bu munkarni qo'l bilan o'zgartirish deyiladi. Lekin munkarni qo'l bilan o'zgartirishlikda bu da'vat deyiladi. Yuqorida aytganimizdek, da'vatda Alloh taolo udu ila sabil robbika bil hikmati val mau'izatil hasana. Robbing yo'liga hikmat va chiroyli mau'iza bilan chaqirgin degan. Ayol kishi erini munkardan qaytarsa, shuning uchun gap qaytarish bo'lib qoladimi deganda, bu narsa munkardan qaytarish uslubiga qaraydi. Ya'ni qanaqa qilib qaytaryapti, nima deyapti munkardan qaytarishlikda, shu uslubga qaraydi. Sahobiy ayollarda u erini munkardan qaytarganda unaqangi gap qaytarish darajasidagi ish sodir bo'lmagan. Munkardan qaytarish, ya'ni da'vat uslubida bo'lgan. Masalan, Ummu Sulaym Abu Talha bilan bo'lgan qissasi mashhur. Abu Talha, ya'ni bir o'g'li kasal bo'lganda o'lib qoladi. Qissa mashhur. O'shanda Ummu Sulaym tutgan yo'llari Abu Talhaga bildirmasdan keyin o'g'lini vafot etganligini keyin aytganligi, undan oldin eri bilan birga bo'lib, mana bu qissalar mashhur, ya'ni hamma biladi. Mana shu hikmat bilan da'vat qilishligi deyiladi. Savolning ikkinchi qismi shu ekan, dinda g'uluv ketish qanaqa bo'ladi debdilar. Endi mana bu ham o'sha savolning yuqoridagi qismidan kelib chiqyapti go'yoki. Ya'ni bir munkarni qaytarsa, sen g'uluv ketyapsan dinda deyishadi odamlar. Dinda g'uluv ketishlik sunnatda vorid bo'lmagan ishni qilishlik deyiladi. Sunnatda vorid bo'lgan ishni qanchalik qilinsa ham bu dinda g'uluv ketish deyilmaydi. Odamlar hozir dinda g'uluv ketish desa, ana bu hozirgi zamonda hech kim qilmaydigan ishlarni qiladigan odam dinda g'uluv ketishni o'ylashadi. Agarchi u sunnatda bo'lsa ham. Bu narsa faqat hozirgi zamondagi bir dindor odamlarga otilayotgan tosh emas. Azaldan shunaqa edi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib jahiliyat zamoniga teskari bo'lgan buyruqlarni olib kelgan paytlarda hamma Rasulullohni ana shu dinda g'uluv ketgan deb tuhmat qilardi. Rasulullohga qarab, sahobalarga qarab sobiylar deyishardi. Sobiylar degani ana shu. Hamma qilmaydigan ishni qilib g'uluv ketuvchilar deb nomlashardi. Rasulullohni ham, sahobalarni ham. O'tgan payg'ambarlarni ham. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Shuncha olihani bitta iloh qiladimi, bu ajablanarli ish ekan-ku deyishardi. Yoki Shuayb alayhisalomga qarab aytishgan. Yoki Solih alayhisalomga qarab, qalu ya Solih qad kunta marjuwan fina qabla hada. Ey Solih, sen oldin bizni ichimizda bir umid qilinadigan odam eding. Yaxshi odam deb yurardik seni. Nima bo'ldi senga? Bunaqa odamga aylanib qolding deyishgan. Payg'ambar bo'lib kelganda. Rasulullohga ham shunaqa tuhmatlarni qilishgan. Demak, bu tuhmatlar qilingan inson dinda g'uluv ketgan bo'lib qolavermaydi. Dinning haqiqatini tushungan bir inson bir odamga qarab, bu odam dinda g'uluv ketibdi desa, mana shundagina o'sha odamni biz dinda g'uluv ketgan desak bo'ladi. Odamlarning o'lchovi bilan, odamlarning havoyi nafsi bilan bir insonni dinda g'uluv ketganligi yoki dindorligiga qarab belgilanmaydi. Alloh taolo oyatda aytadiki: "In tattabi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Agar yer yuzidagi ko'pchilikka ergashsangiz, sizlarni Alloh yo'lidan adashtirib qo'yadi ular degan. Ana bu odamlar hozir shu dinni ko'pchilikka qarab o'lchaydi. Ko'pchilik qilgandaqa qilishga. Unaqa emas. Ko'pchilikda Alloh aytayapti mana. Ko'pchilikka ergashsangiz, sizni Alloh yo'lidan adashtirib qo'yadi, deyapti. Shuning uchun dinda g'uluv ketish sohasi bu sunnatga qaralinadi. Sunnatda bor narsani qilish hech qachon dinda g'uluv ketish deyilmaydi. Sunnatda kelganiga qoniqmasdan o'zboshimchalik qilib bir narsalarni qilish dinda g'uluv ketish deyiladi. Savolda yana bir qismda aytdilarki, inson o'zini qanaqa qilib isloh qiladi, o'zining ayblarini qanaqa qilib biladi debdilar. Inson o'zining ayblarini bilishlik uchun Alloh bilan xolis bo'lish kerak. Alloh taolo oyatda aytgandek, ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar-da, sodiqlar bilan birga bo'linglar degan. Sodiqlar degani bir buyruqni qilolmasa bahona izlamaydiganlar degani. Ana shunda inson o'zining aybini ko'ra oladi. Bir buyruqni qilolmagani uchun bahona izlaversangiz, yo'q men shuning uchun qilmadim-da, meni mana bunaqa uzurim bor edi-da, meni mana bunaqa bahonam bor edi-da deversa, inson bu inson hech qachon o'zini isloh qila olmaydi, o'zini tanimaydi ham kimligini. Yoki bir munkarni qilib qo'yganda
o'ziga shu yo'l oqtara boshlasa, bu inson hech qachon o'z nafsidagi ayb xatoni ko'ra olmaydi. Qachon inson sodiqlar bilan birga bo'lsa, rostgo'ylar bilan birga bo'lsa, o'z nafsiga nisbatan Alloh bilan o'rtasida rostgo'y bo'larsa, mana shundagina shu inson o'zining aybini ko'ra oladi. Alloh taolo shu insonlar haqida aytgan balil insanu ala nafsihi basira va law alqa ma'azira. Inson o'zining nafsini o'zi yaxshi ko'rib turib biladi mana. Agarchi uzrlarini tashlasa ham degan. Hamma uzrini tashlaydi. Uzrini tashlaydi degani, ya'ni uzrini oldinga qo'yaveradi. Mana men uzrim bor, shuning uchun qilmadim. Mening mana uzrim bor, shuning uchun qildim. Alloh aytayaptiki, shuncha uzringni keltirsang ham o'zingni ichingga, nafsingga qaragin, bilasan o'zing kimligingni degan. Alloh taolo oyatda aytganidek, inson haqida fala tuzakku anfusakum, o'zlaringizni maqtamanglar degan. Huwa a'lamu biman ittaqa, u zot yaxshi biladi kim taqvodorligini degan. Ya'ni inson o'zini qanchalik maqtasa ham, qanchalik uzrini tashlasa ham, Allohning oldida kim yaxshi biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun hadisda aytganlaridek, istafti qalbaka va in aftakal muftun. Senga muftiylar fatvo bersa ham qalbingdan fatvo so'ra deganlar. Ya'ni muftiylar fatvo bersa ham qalbingdan fatvo so'ra degani bilganini qilib ketaver, qalbingdan so'rab degani emas. Senga muftiylar bir narsani, gunohni senga halollab bersa ham, mana shu aytayapti-ku, o'ziga da dema. Ichingda qalbingdan so'ra, shu ish to'g'rimi o'zi? Al-ismu ma hakka fi sadrik deganlar. Gunoh shu ko'nglingda hijr bo'lgan narsa gunoh deganlar. Va karihta an yattali alayhi an-nas. Ikkinchisi, sifati gunohni odamlar shuni bilib qolishligini xohlamaydigan narsa gunoh deganlar. Endi sen bahona izlama. Odamlar shuni bilib qolsa, hijolat bo'lasanmi, gunoh ish qilyapsan degan. Ko'nglingda hijr bo'ldimi, shu gunoh ish qilyapsan degan. Shunga qarab inson o'zini kimligini yaxshi bilib olaveradi. Uyda taqvo bo'lish uchun ayol kishi nimalar qilishligi kerak debdilar. Hop, uyda taqvo bo'lishligi uchun Alloh taolo oyatda aytgandek, ummahatul mu'minlarga vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma. Uylaringda tilovat qilinadigan Allohning oyatlari va hikmatni zikr qilinglar degan. Allohning oyatlari va hikmat deganda Allohning oyatlari va sunnat degani. Uyda Qur'on, sunnat zikri arilmaslik kerak. Lekin Qur'on, sunnat zikri hozir ko'p uylarda bo'lishligi mumkin, lekin ta'sir qilmayotgan bo'lishligi mumkin. Sababi shariatda bir davo ta'sir qilishlik uchun, nafaqat shariatda, balki tabobatda ham xuddi shunday. Bir davo masalan kasalga ta'sir qilishligi uchun oldin o'sha kasalni davolanishligiga monelik qiladigan narsalarni ketkizilinadi. Masalan, bir odam kasal bo'lsa, shunchaki dori berilavermaydi unga. Oldin shu dori foyda berishlik sabablarini tutiladi. U odamni o'raladi, chirmaladi, uni sovuqdan saqlaydi, sovuq suvdan saqlaydi, uni qo'lini sovuq suvga tegirmaydi, ishlatmaydi, haliginga parvona bo'lib, keyin dori beriladi, shunda ta'sir qiladi. Ma'naviy kasalliklar ham xuddi shunaqa. Insonga ma'naviy kasalliklarda oldini olinmasdan turib berilgan dori foyda qilmaydi hech qachon. Ma'naviy kasalliklar degani insonni buzaydigan narsalar. Hozirgi kundagi mana bu uyda ichida va tashqarida buzaydigan narsalar. Uyda ichidagi buzaydigan narsalar internet orqali, telefon orqali yoki televizor orqali, radio orqali kirayotgan, insonga kirayotgan narsalar. Mana bular ma'naviy insonni buzuvchi narsalar deydi. Shuni oldini olmasdan turib inson tuzalmaydi hech qachon. Qancha dori berilsa ham. Chunki kasallik yangilanaveradi. Tashqi omillar esa muhit. Bir inson gohida uyi gullab yashnab, iymonga, Qur'onga to'la bo'lsa ham, lekin tashqariga chiqqandagi qo'shilgan oshnalari, xususan masalan yoshlarni do'stlari, maktabda bo'lsa maktab do'stlari yoki bir universitetda bo'lsa o'sha universitet do'stlari, mana bunaqangi tashqi omillar inson uyda olgan tarbiyasini bir pul qiladi. Chunki bu tashqaridagi kasalliklar deyiladi. Tashqaridagi kasalliklar insonni aksincha uyiga ham yetalab kelishligiga sabab bo'ladi. Qachon mana shu tashqi omillar va ichki omillar, moniylar ketkizilinadi, shulardan insonni ajratilinadi, shundagina bu insonga keyin berilgan dori foyda beradi. Shuning uchun ham shariatda musulmonlar qachon komil musulmon bo'lib yetishib chiqdilar? Qachonki Madinaga hijrat qilib musulmonlar bir islomiy muhitda yashaganlardan keyin. Qachon unaqangi kufr muhitidan yiroqlashdilar,
kufr tarbiyasidan yiroqlashdilar, shundagina ulardan bir yaxshi insonlar yetishib chiqdi mana. Shuning uchun ya'ni shariatda hijrat degan narsa shariat qilingan, mana bu muhitni to'g'irlash uchun va muhit ta'sir qilmasligi uchun mana shu narsalarga e'tibor qilinishlik kerak. Bo'lmasa insonga ya'ni Qur'on, sunnat yoki boshqa narsalar auzubillah ta'sir qilmay qo'yadi. Vallohu alam.